Iftorliga oiz to'yimli salat qilishni o'rgatmaganmilar? Nega o'rgatmagan ekanman? O'rgatganmi? Boplab tashlaymiz. Qizil sabzimizni koreyskiy terkadan chiqarib, tuz solib yarim soatga olib qo'yamiz. Go'shtimizni qovurib, tuz, murch, suv solib dimlab qo'yamiz. Buncha o'zimizga ham 20 minut yetadi. Qizil yashil bolgarskiyga 1 minut. Hamma gap bu salatni sousida-da. Qalampir, ko'k piyoz, tuz, kunjut, achchiq qizil paprika, qizib turgan yog'ni solib soya sovaramiz. To'liq yozma retseptini videoning tagida qoldiraman. Hozir saqlanib qilib oling. Yarim soatda shuncha ish hal. Sabzimizni yaxshilab suvini siqamiz. Funchozani ustiga sabzi, ko'k piyoz, go'sht, pomidor, bodring sousimizni qo'shamiz. Sizlar ishtaxila ochilib ketdim. Yurichani bosib, yaqinlagi videoni jo'natib qo'yinglar. Bilasizlar-ku, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir qultumda yangilik, energiya va kayfiyat bor. Issiq kunda sovutadi, sovuq kunda esa kayfiyatni ko'taradi. Quyoshdagi yorqin dam tetiklantiruvchi lazzat va haqiqiy apelsin fori Eliviva bilan yana ham mazaliroq.